Salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan risk menejmenti haqida gaplashamiz. Bu tradingda sizlarni stabil daromadga chiqishinglar uchun kalit degan bo'ladi, yo bo'lmasa tradingni yuragi desa ham bo'ladi. Farq yo'q, nima deb atasanglar atanglar, lekin mana shu narsaga amal qilmaydigan bo'lsanglar, sizlar foydaga chiqa olmaysizlar. Stabil foyda haqida orzu ham qilmanglar, agar bu narsaga amal qilmasanglar. Endi buni sizlarga oddiy qilib tushuntiraman. O'zi risk menejmentda qanaqa ishlash kerak? Eng birinchi e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa stop loss'ingizga nisbatan qilayotgan foydangiz. Bu sizda eng kamida 1 ga 3 bo'lishi kerak. Agar 1 ga 3 bo'ladigan bo'lsa ham 10 ta oxirgi сделкangizdan sizda 6 tasi zararda chiqqan taqdirda ham siz foydada yoki nolda chiqish imkoniyatini beradi. Ya'ni sizda $100 pulingiz bor edi, $10 har bitta сделкangizga risk qildingiz, 6 ta bitimiz o'xshamadi, minus qildingiz, $60. 4 ta bitimiz 1 ga 3 soatnashенияda ishlab berdi. Bu degani har bitta bitimizda siz $30 dan foyda qildingiz. 4 ta bitimiz $120 tek profit urib beradi. Ya'ni siz $20 foydadasiz. Bu og'izda aytishda juda oson, lekin bu narsaga amal qilish juda ham qiyin. Bu narsani tan olish kerak. Agar mana shu oddiy narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, siz foydaga chiqishingiz ancha oson bo'ladi. Bu grafikda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Masalan, deylik, любой narsa bo'yicha analiz qildingiz, mana bu yerda K-level misolida tushuntirib beraman. Farqi yo'q, siz bozorga kirishingiz mumkin bo'lgan zonangiz bor. O'sha zonaga kelganda, deylik, mana bu narsa instrumentlar orqali hisoblasangiz bo'ladi. Bu yerda sell pozitsiyaga kirilayotgan bo'lsa, deylik, mana zonani minimumdan entry qilishni boshlagansiz va maksimumga stop loss'ingizni qo'ygansiz. Tek profit qaysi minimumgacha yo qatgacha olishingizga o'zingizga bog'liq. Mana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy mana risk reward. Risk qilayotgan riskingizni foydaga nisbati bo'ladi bu. Mana bitta 583 bo'lyapti. Sizda eng kamida mana shu narsa 1 ga 3 bo'lishi shart. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi shart. Agar sizda 1 ga 3 ko'rinishda nisbatda bo'ladigan bo'lsa, stabil foydaga chiqishingiz osonlashadi. Endi bundan tashqari, risk menejmentdan tashqari, money management degan narsa ham bor. Pulni to'g'ri boshqarish. Uni ham oson bir yo'lini o'rgatib qo'yaman. Har xil terminlar bilan boshinglarni qotirib o'tirish niyatim yo'q. Eng oson men o'zimni o'quvchilarimga ham, shogirdlarimga ham hammasiga o'rgatadigan narsam bu. Siz ishlaydigan depozitda eng oson yo'li 20 ga bo'lasiz. Ya'ni $1000 bilan ishlayotgansiz. Bu 20 ga bo'lasiz ishlayotgan depozitingizni. Ya'ni $1000 depozit bilan bozorga kirgansiz, sizning bor pulingiz $1000 hisobingizdagi, shuni 20 ga bo'lasiz. Bu yerda sizga $50 chiqadi. Bu $50 nimani bildiradi? Har bitta analizingizga $50 risk qilasiz degan. Bitta zonangiz o'xshasa 1 ga 3 nisbatda $150 pul olib chiqib ketasiz. Agar o'xshamasa analizingiz xato bo'ladigan bo'lsa $50 zarar qilasiz. Agar mana shu o'rgatgan ikkita qoidamga qat'iy amal qilib ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol stabil foydaga chiqsangiz bo'ladi. Agar trading bo'yicha yanada ko'proq narsalarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, mana sahifalarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizani kuzatishda davom eting.